Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Obunachilar yangiliklarni chiqarishda davom etamiz. 50 kilo tumani Bo'ston shahrida obunachilar ajoyib yangilik yo'l qo'ydi, xudo xolasa. Avtobusimizni ko'rib turibsizlar, Bo'ston Toshkent, xudo xolasa bundan buyog'ida har kun Bo'ston Toshkent avtobusimiz shu yerda 50 kilo tumani Bo'ston shahridagi vokzalimizda bo'ladi. Yana plakatlar ham qo'yildi, xudo xolasa. Yangiliklar uchun bir like bosib qo'yamiz. İçini salonlarni ko'rsatgan bo'lsak, salonlarimiz yana komfort bo'ladi. Salonlar yine o'zlaring xabar berasizlar. Yine obunachilar ko'rib turibsiz, trezorlarimiz ham mavjud. Bemalol yine ajratib ketasizlar. Obunachilar avtobusni ko'rib turibsizlar, agar sedelli variant emas, mana Spani yo'qmi deydi, o'sha Spani variant ham bor. Xohlasanglar bunda ketasizlar, xohlasanglar Spani variantida. Har kun soat 2 da obunachilar Bo'stondan Biyurnidan 4 ishlab chiqib ketadi ekan avtobusimiz. Ekranni biza telefonim bilan qoldirib qo'yamiz. Bemalol shunday Toshkentda ko'p qatnaydigan do'stlarimga videoni tashlab qo'yaverasizlar.